tushunmadim. Tungi gazeta. Hikoya muallifi Fernando Iglesias Melendez. Reddit'dagi taxallusi Midnight Paper. 5-qism. Soat taxminan kechki 10larda men Stefani bilan birga bog'da yurib, o'zimizni butkul ahmoqlardek his qilardik. Biz u yerda allaqachon 1,5 soat vaqt o'tkazgandik. Shuning uchun buni bas qilib keyingisiga o'tishga qaror qildik. Ketma-ket 5 kecha davomida bog'dan bog'ga kezib yurdik va nihoyat izlayotgan odamimizga duch keldik. Toki doktor Minus o'zi bizni topmagunicha. Nega sen uni topmoqchisan? Deb so'radim men Stefanidan. U javob o'rniga shunchaki ko'zini aylantirdi. Bu uning odatiy reaksiyasi edi. Taxminan shuni anglatardi. Buni so'rashingni bilardim va bu faqat sen qanchalik ahmoq ekaningni tasdiqlaydi. Sen doktor Minus haqidagi maqolani o'qigansan, to'g'rimi? Oxirgi qismini eslaysanmi? Tabassumini yo'qotgan ahmoq ayol kimnidir choyshab bilan yopilgan holda ko'rganini aytib bergandi. U yana shifokor nimanidir pichirlab deyarli tugatganini aytayotganini ham eshitganini qo'shimcha qilgan. Deb uning gapini bo'ldim. Stefani ko'zlarini qisib qaradi. Yaxshi, dars o'zlashtirildi. U gapini bo'lganlarni yoqtirmaydi. Ayniqsa uni gapini bo'lib, daho fikrini yakunlashiga qo'yib bermaganlarni bundan-da yomon ko'radi. Ha, sen ko'ringaningdek unchalik ahmoq emassan. Demak, u mukammal mavjudotni yaratgan, tushunyapsanmi? Odamlar yoki men aytgan bo'lardim, idollar. Undan o'zlaridagi nimadandir xalos bo'lish uchun uning oldiga kelishgan. Shifokor ular so'ragan narsani olib tashlar, evaziga esa ulardan nimanidir to'lov sifatida olgan. Menimcha u bu odamlarning eng yaxshi fazilatlarini o'ziga olgan va ulardan mukammal mavjudotni yaratgan. U aynan mukammal mavjudot haqidagi maqolada tilga olingan o'sha g'alati odam edi. Men bosh irg'idim, keyin qoshlarimni chimirdim. Unda nega osmonda muallaq turibdi? Stefani yana ko'zlarini aylantirdi. Agar men buni bilganimda biz bu yerda tentaklardek terlab yurmagan bo'lardik. Biz uni topishimiz, bog'lashimiz va mukammal mavjudotni yaratishini yakunlashga to'sqinlik qilishimiz kerak. Uni to'xtatishmi? Nega? Wow, sen rostdan ham ahmoqsan. Ochlik bugun yarim tunda haqiqatga aylanadi. Ochlikdan keyin esa mukammal mavjudot keladi. Menimcha ularning barchasi qandaydir tarzda o'zaro bog'liq. Hatto men ham. Balki shifokor hali o'z mavjudotini tugatmagandir. Balki uni to'xtatish uchun bizda hali imkoniyat bordir. Jarlik o'yini maqolasidagi oxirgi qizni eslaysanmi? O'sha sakrab dugonasini ham o'zi bilan olib ketishga uringan qizni. U osmonga ishora qilib qichqirgandi. Biz bilganimizdan tashqari yana nima osmonda paydo bo'lishi mumkin? U menga qo'llarini cho'zdi. Xuddi men unga jumboqning so'nggi bo'lagini uzatishim kerakdek.
Ya'ni u menga ovoz chiqarib o'qishga ruxsat bergan o'sha bo'lakni. Mukammal mavjudot, dedim men. Bingo. Biz qidiruvni davom ettirishga qaror qildik. Maqolada shifokor istalgan jamoat bog'ida paydo bo'lishi mumkinligi aytilgandi. Bu paytga kelib biz allaqachon och qolgandik. Shuning uchun nazarimiz ovqat avtomatlari bor bog'ga tushdi. Unchalik ham to'yimli emas, lekin shunga qaramay 1-2 dona sneyk olib, gazak qilish uchun skameykaga o'tirdik. Xo'sh, deb boshladim men. Deyarli 24 soatdan beri mavjud bo'lgan G'alati mistik gazeta sababli haqiqatga aylangan bu qiz bilan yengil suhbatni boshlash tashabbusi menda bo'lishi kerakligini his qilib. Seni o'sha ota-onang bizni kuzatib yurishmayaptimi? Yo'q, dedi Stefani. Ular menga bo'ysunishadi. Men ularga Beylining jasadidan qutulishni va uyga qarab turishni buyurdim. Yana ular ehtimol meni tentak ota-onamning ayrim topshiriqlarini ham bajarishar. Topshiriqlar? Qanday turdagi topshiriqlar? Ular meni yangi versiyalarim uchun ingrediyentlar yig'ishadi. Yo'q, men ularni nimaligini ham, ularni qayerdan olishlarini ham bilmayman. Meni yonimda bularni yig'ishmaydi. Faqat uyga muzlatilgan Petri kosachalari va saqlash uchun probirkalardagi DNKni olib kelishadi. Demak, seni ota-onang uyingda ishlashmaydi. Har doim har xil. Qara, men bu jonzotlar haqida deyarli hech narsani bilmayman. Ular men bilmasligimni xohlashadi. Yaxshi, dedim men. Agar xohlamasang, bu haqida gaplashmaymiz. Men xohlamayman, dedi u. Sen o'zing otang haqida gaplashishni xohlarmiding? Uning o'limiga ehtimol tungi gazeta sabab bo'lgan haqida-chi? Men biroz yuzimni burishtirdim. His-tuyg'ularimni yashirishga urinib, gazli ichimlikdan bir ho'plab oldim. Ammo bu urinish juda ayanchli ko'rinardi. Aynan shunday bo'lganiga meni ishonchim komil emas. Qo'ysangchi. Oynalar va televizor yopib qo'yilgan, to'g'rimi? Ehtimol gazetada oynalar va televizordan chiqadigan maxluqlar haqida yoki yana qandaydir boshqa bema'ni maqola bo'lgandir. Ular balki onangni ham o'ldirgandir. Bas qil, dedim men. Men buni tushunaman va o'zim ham bu haqda o'ylayman. Sen bunchalik yoqimsiz bo'lishing shart emas. Yaxshi, kechir. Snikkersni tezroq yeb ol. Nega? Shifokor shu yerda, dedi Stefani avtoturargoh tomonga ishora qilib. Avtoturargohdagi yagona daraxt ortida yarmigacha yashiringan holda qora tibbiy xalat va qora niqob kiygan bir erkak turardi. Biz hatto o'rnimizdan turishga ham ulgurmasimizdan doktor Minus allaqachon oldimizga yetib kelgandi. U tez va shovqinsiz harakatlanardi va bu qo'rqinchli edi. Ko'rinishidan ikkovingiz ham men ko'rsatadigan xizmatlar ro'yxati bilan allaqachon tanishsiz, dedi shifokor. U kichkina qora vizitkani chiqardi. Unda oq siyoh bilan manzil yozilgandi. Bu dahshatli darajada tungi gazetani eslatardi. Uning ovozi sokin, iliq va sirli edi. Negadir menda bu ovoz psixoterapevtga tegishli bo'lishi mumkin degan taassurot qoldirdi. Balki u bir paytlar shunday mutaxassis bo'lgandir ham. Stefani shifokorning qo'lini itarib yubordi. Menga sizni la'nat vizitkangiz kerak emas. Chunki siz bizni hozirning o'zida o'sha la'nat klinikangizga olib borasiz. Doktor Minus bosh irg'adi. Agar shunday qat'iy turayotgan bo'lsangiz, tashqaridan bino qandaydir tashlab ketilgan fabrika kabi ko'rinardi. G'ishtdan qurilgan binoning tomidan bir nechta uzun quvurlar chiqib turardi. Ulardan ehtimol o'nlab yillardan beri tutun chiqmagan bo'lsa kerak. Derazalar qurun bilan qoplangan. Ularga qaragan hech kimga ichkarini ham, tashqarini ham ko'rishga imkon bermasdi va buning sababi aniq edi. Shifokor bizni ulkan darvoza orqali ichkariga boshlab kirdi. U qulflanmagandi, xuddi u mehmonlarni kutayotgandek. Biz ichkariga o'tdik va mutlaqo yangi shifoxonaga o'xshash xonaga tushdik. Pol mukammal epoksit qoplama bilan qoplangan. Devorlar yangi bo'yalgan oppoq rangda bo'lib, burchaklar bo'ylab LED chiroqlar tortilgandi. Men Stefaniga qaradim. U bu joyning har bir kvadrat metrini tahlil qilayotgandek tuyulardi. Ko'zlari sovuq va befarq edi. U biror kamchilik topishga urinyaptimi yoki keyinroq qayta yaratish uchun bu xonani eslab qolyaptimi, buni anglab bo'lmasdi. Palatada oq pardalar bilan ajratilgan 10 ga yaqin karavot bor edi. Har birining tepasida LED lentalar o'tkazilgan bo'lib, xonani juda yorug' qilib turardi. Oq parda ortidan yonida kapelnitsalar turgan bir nechta erkak va ayollarning shakllarini ilg'ash mumkin edi. Bemorlarning ayrimlarida qo'l-oyoqlar amputatsiya qilingan. Ularning kesilgan joylari esa karavot ustida amortizatsion moslamaga osib qo'yilgandi.
Biz doktor Minus ortidan xonaning eng chekka tomoniga o'tdik. Hammasi maqolada ayol tasvirlagandek, aynan shunday edi. Turli yo'nalishdagi bir nechta kabinetlar bor edi. Ortodontiya, nevrologiya, osteologiya, kardiologiya, shuningdek psixiatriya va psixologiya deb yozilgan xonalar. Doktor bizni xonaning aynan o'rtasida joylashgan o'z kabinetiga boshlab kirdi. O'sha yerdan boshqa barcha kabinetlarga eshiklar ochilardi. Ichkarida ko'mirday qop-qora yog'ochdan yasalgan yozuv stoli va qora charm kreslo turardi. Stol qarshisida tashrif buyuruvchilar uchun ikkita qora kreslo bor edi xolos. Boshqa hech narsa yo'q. Devorlarda hech narsa osilmagandi. Stol ustida esa hatto ruchka ham, qog'oz ham yo'q edi. Doktor Minus kresloga o'tirdi va ishora bilan bizni ham o'tirishga taklif qildi. Stefani uning taklifidan oldinroq harakat qilib, deyarli o'z kreslosiga sakrab o'tirdi. Xo'sh, dedi u. ofisingiz chiroyli ekan. Tabriklayman. Endi bizga mukammal mavjudot haqida gapirib berasiz. Men doktor Minus tibbiy niqobi ostidan jilmayotganini sezdim. Ko'rinishidan sen men haqimda ko'p narsani bilasan. Tushunaman. Nimani tushunasiz? deb so'radi Stefani. Shifokor stoliga shunchalik yaqin egildiki, uning yagi deyarli yog'och yuzaga tegib ketayotgandi. Chunki sen meni bemorim bo'lgansan va seni bir nechta versiyalaring ham. Stefanining ko'zlari kattalashib ketdi. Og'iz ochildi, ammo javob topa olmay yana yopildi. U gapira olmay qoldi, xuddi mendek. Bir daqiqa, dedim men. bu nimani anglatadi? Siz Stefanini ham yaratganmisiz? Doktor masxara ovoz jilmaydi. Yo'q, u men asarim emas. U mukammal emas. Garchi u o'zi ham, ota-onasi ham boshqacha deb o'ylashsa-da. Siz meni ota-onamni taniysizmi? Ular siz uchun ishlashadimi? Nahotki ular? deb gap boshladi Stefani, ammo shifokor qo'lini ko'tardi. Yo'q, men ularni tanimayman va hech qachon ular bilan birga ishlamaganman. Ammo ularning ishidan xabardorman. U ma'nosiz va cheklangan, behuda sarflangan salohiyat juda ko'p. Garchi ehtimol men ulardan minnatdor bo'lishim kerakdir. Chunki aynan ular bo'lmaganda men o'z ijodimni hech qachon yakunlay olmagan bo'lardim. Stefani doktorga otildi. Stol ustidan o'tib uning qora xalatini yoqasidan ushladi. Nimani bilsang hammasini ayt, boshidan, deb pichirladi Stefani. Yaxshi, men qarshi emasman. Sen hech narsa talab qilishing shart emas. Garvard, Yale, Stanford yaxshi material topish uchun ajoyib joylar. Men seni o'sha yerda uchratdim. Aslida seni versiyalaringni ko'plari meni taklifimni qabul qilishdi. Ularning ba'zilari biroz senga o'xshamaslikni, ota-onang mukammal deb hisoblagan narsalarga kamroq o'xshash bo'lishni xohlashdi. Men esa yordam berishdan faqat xursand bo'ldim. Ularni noyob qilgan narsalarni olib o'z ijodimga qo'shdim. Ozginadan oldim xolos. Shuning uchun ko'rib turganingdek, men seni mukammal bilaman. Hatto seni o'z ota-onangdan ham yaxshiroq. Stefani yetarlicha eshitdi. U doktorning jag'iga musht tushirdi. Doktor esa hatto yuzini ham burishtirmadi. Sen yaratgan o'sha jonzot qayerda? Mavjudot allaqachon tugallangan. U hech kimga, hatto senga ham o'xshamaydi. Men unga so'nggi detalni qo'shganimda mavjudot osmonga ko'tarildi. Bu shunchalik chiroyli ediki. Ammo u tez orada qaytadi. Men aminman. Uni ko'rgach sen mendan minnatdor bo'lasan. Stefani qayta o'zini kresloga tashladi. Men uni hech qachon bunchalik singan holda ko'rmagandim. Xuddi u hayotida birinchi marta yetarlicha aqlli, yetarlicha tez va yetarlicha kuchli emasdek tuyuldi. Siz tungi gazeta haqida bilasizmi? deb so'radim men. Shifokor yelkasini qisdi. U haqida hech qachon eshitmaganman. Tushunarli. Sen biz bilan ketasan, dedi Stefani. Bularning hammasi tugamagunicha sen meni nazoratim ostida bo'lasan. Shifokor bosh irg'adi. Nima bo'lganda ham bu yerda meni ishim o'z nihoyasiga yetdi. Biz motelga qaytayotganda allaqachon yarim tun bo'lgandi. Stefani qolgan yo'l davomida jim ketdi, xuddi doktor kabi. Ularning ikkalasi ham meni mashinamning derazasiga qarab o'tirishini tomosha qilish g'alati edi. Xuddi ikki xayoliy mavjudot atrofdagi dunyoni birinchi marta ko'rayotgandek.
Biz nihoyat yetib kelganimizda xona eshigi oldidagi iflos gilamchada qora sahifalardan iborat yana bir to'plamni topdik, dedi shifokor. Tungi gazeta. Biz Stefani bilan shifokorni xonamizga qamab qo'ydik va zalga o'tdik. Uning yuzida sabrsizlik va deyarli qo'rqib ketgandek ifoda bor edi. Men gazetani ochib ovoz chiqarib o'qishimni intiqlik bilan kutardi. Men uni umuman o'qimaslik chegarasida edim. Har holda endi allaqachon juda kech edi va men o'qishni boshladim. Oxir zamon. Nyu-York shtatining shimoliy qismidagi vaziyat og'irlashmoqda. Vaqt yarim tundan o'tgan bo'lsa-da osmon qoraymayapti. Mahalliy aholi haq bo'lganga o'xshaydi. Osmon yorilib ketgan. Osmonda bir necha kilometrga tarqalgan oq chiziqlardan iborat tarmoq paydo bo'lgan. Ular shunday ko'rinadi, xuddi osmon yorilgandek, dedi bir mahalliy aholi vakili. Va yoriqlardan nur oqib chiqayotgandek. Bu hodisani hayratlanarli darajada to'g'ri tasvirlash. Hammasi kechki tush kabi haqiqatga aylangan dahshatga o'xshaydi. Bu imkonsiz dahshatga guvoh bo'lgan har bir kishi savol beradi. Bu qanday sodir bo'ldi o'zi? Javob o'tgan juma kuni chop etilgan nashrimizda yotibdi. Nashr etilgan paytda Nyu-York shtatining shimolidagi kichik shaharchada g'alati osmon obyekti haqidagi xabar deyarli kulgili tuyulgandi. Lekin biz qanchalik xato qilganimizni bilmagandik. Mukammal mavjudot deb atalgan obyekt aslida osmonda suzayotgan virtuvian odami pozasidagi inson figurasidan boshqa narsa emasdi. O'tgan jumadan beri u sekin-asta yerga tushishni davom ettirdi, lekin tezlikni oshirmasdi. U yaqinlashgani sari odamlar asta-sekin tushuna boshladiki, bu aslida hech qanday xavfsiz havo iloni yoki shar emas. Boshida hamma shunday o'ylagandi. Bu hazil emasdi. G'alati nimadir sodir bo'layotgandi. Mavjudotning aniq o'lchamlari noma'lum bo'lsa-da, uning boshidan oyoq barmoqlarigacha bo'lgan uzunligi taxminan 4,5 metr deb hisoblandi. Qiziqarli jihati shundaki, binokl yoki teleskop orqali qaralganda mavjudotning barcha qo'l va oyoq barmoqlarini, hatto yuzini ham ko'rish mumkin. Ma'lum bo'lishicha, mavjudotni kuzatish ko'zlar uchun zararli. O'zini havaskor astronom deb atagan mahalliy aholi vakili mavjudotdan g'alati nur tarqalayotganini qayd etdi. Men uni yarim soat kuzatdim va o'ng ko'zim ko'rish qobiliyatini yo'qotdi. Shifokor aytishicha, bu narsa ko'zimni shaffof pardasini kuydirib yuborgan ekan. Mavjudotni foto yoki video orqali suratga olish mumkin emas. Chunki nur nafaqat inson ko'ziga, balki kameraning linzalariga ham ta'sir qiladi. U bizni kameramizni ishdan chiqardi, deydi mahalliy yangiliklar kanali muxbiri. Har qanday kamera shunday taqdirga duch keladi. Linzalar ichki mexanizm kabi ishdan chiqadi. Osmondagi mavjudot yerga yaqinlashgani sari u odamlarga boshqa yo'llar bilan ham ta'sir ko'rsatishni boshladi. Kichik shaharchaning aholisi uni yaqinidan ko'rganida tizzalari bilan yerga yiqilishardi. Ko'chalarda va jamoat joylarida odamlarning osmon hodisasini Xudoning ne'mati sifatida madh etayotgan duo va ibodatlarini eshitish mumkin edi. So'ngra mavjudot tepalik ortida yo'qoldi. Ehtimol boshqa shaharga tushayotgandir. Hozirda u shahar huquq-tartibot organlari tomonidan karantin ostida. Amiyak oqimi, dedi bir kishi shaharning atrofidagi ko'plab nazorat postlaridan birida turgan holda. U kanalizatsiya tizimida to'plangan va butun shahar ostida quvurlar yorilgan. Shuning uchun aholi zarar ko'rdi. Boshqa hech narsa ayta olmayman. Asoratlarni bartaraf etish ishlari hali davom etmoqda. Yo'lni bo'shating. Qo'shni shaharlardan tobora ko'proq tomoshabinlar nazorat postlari va harbiy tekshiruv punktlaridan o'tib kirishga uringanligi sababli harbiylar ommaga qarshi ko'zni achishtiradigan gazlar va rezina o'qlarni ishlatishga majbur bo'ldi. Ular vahshiylar, dedi rezina o'qdan jarohat olib oyog'i singan ayol. Ular shunchaki ogohlantirmasdan o'q uzishdi. Postning boshqa tarafidan ham o'q ovozlari eshitildi. Hatto qichqiriqlarni ham eshitdik. Men bu amiyak oqimi haqidagi ertaklarga ishonmayman va mahalliy aholidan xavotirdaman. Kichik tergovdan so'ng shuni bildikki, karantindagi shahar aynan infeksiyaga chalingan va ochlik tarqalgan o'sha shahar bo'lib chiqdi. Nazorat postlarida turganlarning barchasi ochlikdan aziyat chekayotgan shahar ustiga tushayotgan mukammal mavjudotni ko'rish umidini yo'qotdi. Chunki harbiylar kuch ishlatishni boshladi. Biroq g'azablangan odamlar guruhi to'siqni avtomobillari bilan buzib o'tishga qaror qilishdi. Ular bunga erishdi. O'qlar yog'ilib turgan paytda avtomobillar to'siqni yorib o'tib, ochilgan teshiklardan odamlarni o'tkazdi. Ular orasida biz ham bor edik.
Biz shahar ichiga kirib oldinga siljiganimiz bilan harbiylar bizni ta'qib qilishni to'xtatishdi. Xuddi ular haqiqatan ham kasallikni yuqtirib olishdan qo'rqqandek. Tez orada tushundik. Yuzimizdagi tibbiy niqoblar shahar ichida sodir bo'layotgan narsalardan bizni saqlamaydi. Asfalt ustida qonli dog'lar va odamlar qoldiqlari ko'zga tashlanardi. Bunday dog'lar yuzlab edi. Bu yerlar yerga yiqilgan odamlar yeyilgan va chaynalgan joylar edi. Biz juda tezda aybdorlarni topdik. Erkaklar, ayollar, hatto bolalar. Ularning kiyimlari deyarli yorilib ketgandi. Ularning qorinlari shunchalik shishgandiki, terisi ko'kargan va qonayotgandi. Xuddi ular yegan narsalarning bosimi ostida yorilayotgandek. Eng yomoni ularning yuzlarini ko'rish edi. Og'izlari keng ochilgan, doimiy ravishda so'lak oqib turardi. Tishlari sinib, maydalanib ketgan. Ular orasidagi bo'shliq quritilgan go'sht tolalari va suyak bo'laklariga o'xshash narsalar bilan shunchalik to'lib ketgandiki, ular bosim ostida deyarli yorilib ketgandi. Ular darhol yangi kelganlarga hujum qilishni boshlashdi. Ularni yerga yiqitib, bu mahluqlar qolganini biz tasvirlashni istamaymiz. Bir nechta odamlar qochib, uylarning ichiga yashirina olishdi. Ana shu yerda biz keyingi voqealarning guvohi bo'ldik. Osmondagi mavjudot shahar ustiga tushdi. U ulkan edi. Balandligi 5, ehtimol 8 metr atrofida. Uning jinsiy belgilari yo'q. Yuz xususiyatlariga qarab erkak yoki ayol ekanini aniqlash imkonsiz. Ammo mavjudotning yuzi farishta darajada chiroyli edi. U Michelangelo tomonidan yaratilgan san'at asari kabi ko'rinardi. Xuddi uning oldida cho'kkalash kerakdek. Ochlikdan shishib ketgan odamlar aynan shunday qildilar ham. Mukammal mavjudotning oyoqlari asfaltga tushmaguncha odamlar yerga cho'kkalab unga qarab turishdi. Ana shu daqiqada uning yuzini jilmayish o'ratdi. Sevgi bilan, samimiy, hamma narsani kechiradigan jilmayish. Bu odamlar uni qabul qilishdi. Ular mavjudotni qonli barmoqlari bilan yirtib, singan tishlari bilan chaynashni boshlashdi. Yuzlab, minglab odamlar uylardan chiqib g'azablangan sichqonlar kabi tarqalishdi. Ular bir-birining ustidan tortib, itarib, mavjudotning oltin rangda porlab turadigan, ko'zni qamashtiradigan go'sht bo'lagini olish uchun bir-biri bilan kurashishardi. Keyin havo to'satdan titrab, kuchli pulsatsiya boshlandi. Xuddi kuchli elektr zaryadi ta'sir qilgandek. Biz daraxt barglarining qo'ng'ir rangga kirib, so'ng to'kilib, yana yashil rangga kirib, aynan shu davrni takrorlayotganini ko'rdik. O'tlar doimiy harakatda edi. Bir zumda o'sib, so'ng yana pasayib, xuddi okeandagi to'lqinlar kabi muntazam harakatlanayotgandi. So'ng osmondagi birinchi yoriq paydo bo'ldi. Ko'zni qamashtiradigan oq chiziq. U haqiqat buzilishining boshlanishini bildirgandek edi. Hozir deyarli tungi 1:00 va hammasi yanada yomonlashgandi. Mavjudotdan hech narsa qolmadi va uni yeyayotgan odamlar o'zgarishni boshlashdi. Ba'zilari bir necha soniya ichida qaridilar. Ularning sochlari o'sib, endi yerga cho'zilib, xuddi to'y fatasi kabi yoyilib ketdi. So'ng odamlar o'lgan holda yiqildilar. Parchalanib o'z kulidan qayta tirildilar. Avval embrion shaklida, keyin chaqaloq, bola va nihoyat yana kattalarga aylandilar. Ba'zi odamlar havoda oq chiziq qoldirib shunchaki yo'q bo'lib ketishdi. Tez orada buzilish boshlandi. Uylari o'z-o'zidan parchalanib yo'q bo'lib ketardi. Xuddi ular kichik qora tuynuklarga tortilgandek. Haqiqatning o'zi parchalanayotgandi. Odamlar haq edi. Osmonning boshqa tomonida nimadir sodir bo'lmoqda. Nimadir yoriqlardan chiqishga harakat qilmoqda. Va bu dahshatli nimadir. Safsata. Stefani va men ishonmay bir-birimizga qaradik. Video so'ngida Oqshomning Telegram kanaliga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Sababi endilikda Telegram kanalga mutlaqo yangi, eksklyuziv, ya'ni YouTube ga qo'yilmaydigan hikoyalarni joylab boraman. Telegram kanalga o'tish linkini video описаниyadan yoki pastdagi kommentariya bo'limidan topishingiz mumkin.